O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 57-son farmoniga asosan 2025-yil 1-noyabridan yo'lovchi bojxona deklaratsiyasining mobil ilovasi joriy qilingan edi va hozirgi kunda chet ellarga qatnovchi yo'lovchilar tomonidan qo'llanib kelinmoqda. Bu yangilikning amaliyotdagi samarasi Nukus aeroporti chegara bojxona posti misolida ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. Hozirgi kunda aeroport orqali Olma-ota, Moskva va Aqtoy yo'nalishlarida xalqaro aviaqatnovlar amalga oshirilmoqda. Joriy yilning o'tgan davri davomida umumiy hisobda 503 ta aviaqatnov amalga oshirilib, 89802 nafar yo'lovchi bojxona nazoratidan o'tgan. Nukus aeroport chegara bojxona posti orqali harakatlangan yo'lovchilarga qulaylik yaratish maqsadida bepul Wi-Fi zonalar tashkil qilingan hamda ushbu ilovani QR kod orqali yuklab olish yo'lga qo'yilgan. Nukus aeroport chegara bojxona posti orqali harakatlangan fuqarolarga post xodimlari tomonidan doimiy ravishda targ'ibot, tashkilot ishlari olib borilmoqda. Yo'lovchi bojxona deklaratsiyasining mobil ilovasini amaliyotga joriy etilishi bojxona tizimida raqamlashtirishni chuqurlashtirish, xizmat sifati va tezkorligini oshirish, eng muhimi fuqarolar uchun qulaylik yaratishga qaratilgan muhim qadamlardan biridir. Qozog'iston Respublikasida ko'p vaqtdan beri qatnayman. Oldinlari tamoshada deklaratsiya to'ldirgan kezimizda qog'oz turida yozma turda to'ldirатын edik. Ол кезде енді ұршық сұрап, қағаз сұрап, әркімнен сұрап жүретін едік. Қазір енді yo'lovchi deklaratsiyasi ilovasi шыққан екен. Мен өзім бірінші рет пайдаланып жатырмын. Оны пайдаланғанда, мәселен, менің телефоным бар, таза телефон. Сканер арқылы регистрацияны өткіздім. Бұл жерде мен не демекшімін? Бұл жерде ұршқы, қағаз жөнінде емес, былай телефон арқылы уақыты hem тежеледі, hem эконом. Қазақстаннан бері шыққан кезде сол жақтан уже толтырып келе берсек болады бұны. Nukus aeroporti chegara bojxona o'tkazish punktlarida fuqarolarning rasmiylashtirish jarayonlarini jahon standartlariga mos ravishda tashkil etilgani, bojxona rasmiyatchiligining soddalashtirilgani, shu bilan birga yo'lovchilar va sayyohlar uchun yanada qulay va zamonaviy sharoitlar yaratilayotgani ham ko'zga tashlandi.